mexer, quero ver tu vir sentando. Mas é cria de favela. Hammaga salom. Sizlar bilan Snapchat Craft. Bu videoda men Minecraftdagi Combat blokda 10 ta cheat yozishni o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring, video qiziqarli bo'ladi. Birinchi navbatda biz Combat blok olishimiz kerak. Buni barcha bilsa kerak, bilmaydiganlar yana bir marta o'rganinglar. Mana shunday qilib olinadi. Combat pastki chiziqcha blok. Blok ana. Shu mana bizga Combat blok berdi bitta. Endi buni yoqish uchun nima olamiz? Endi buni ichida hozir mana shunday qilib yozasizlar. Shunday qilib xuddi. Keyin uni yoqasizlar, sizlar osmonga uchishni boshlaysizlar. Buni tugmani bosganda uchasizlar. Hozir buni aktiv qilib nimadir xato ketdi. Hozir ana buni reps base shanga qo'ysangizlar doimiy uchasizlar sizlar. Osmonga ketaverasizlar. Ikkinchi Combat blokiga o'tsak, bu Combat nima qiladi? Shu bedrockdan devor paydo qilamiz. Mana bu devor bo'ldi. G'alatiroq bo'ldi hozir. Boshqa joyda boshqa devor yarataman hozir. Shu yerda mana shu yerda yaratamiz devor. Mana shunday qilib yozasizlar. Video paydo bo'lmadi. Unda uni 180 qilaylikchi. Mana bunga ham paydo bo'lmadi. Unda yanada kichikroq 60 qilish. 60. Ana bedrockli devor paydo bo'ldi. Mana shunday 60 ga 30 bedrockli devor. Bu sizlarga ko'pincha quruvchilar jangi o'shanga kerak bo'ladi. Bir-birlaringizni qurgan narsalar, do'stlaringiz bilan o'ynasangizlar, bir-birlaringizni qurgan narsalarni o'shanga. Keyingi Combat bizga mana shunday yozasizlar Combat blokning ichiga. Keyin Alice aktiv qilib qo'yasizlar. Keyin balandroqqa sakraytiramiz. Mana balandga sakrayman. Qarasizlar. Endi buni buzib tashlaymiz. Ana shu effekt tugagancha. Ikkinchisiga esa ana bunday yozasizlar. Keyin yana reset shanga qo'yib Alice aktiv qilasizlar va sizlar tez yuraysizlar. Mana tez yuryapman men. O'z balandga sakrab ham tez yuryapman. Ana o'rgimchakni o'ldirib tashlaymiz bu yoqda. Yaxshi, endi Combat blokni buzib tashlaymiz va keyingi Combat blokga chetiga o'tamiz. Keyingi Combat blokni qayerda qo'ysam ekan? Mana shu yerlarda qo'yamiz, uzoqroqda. Ana qo'yildi. Yomon bilan sakrab ketibdi. Endi buni ichiga shu videoda ko'rsatilganda qilib xatosiz yozsangizlar yaxshiydi mana. Videoni to'xtatib ko'rib yozib olinglar. Keyin yana reset qilib
avlis aktiv qilib qo'yasizlar. Keyin telefonlar soat o'tadi, soat ko'p o'tadi. Yurgan yo'llaringizda chaqmoq bor. Chaqmoq. Sizlarni Aeroplanga aylanaman. Aeroplan protestlarga paydo bo'ladi. Komand bloksini tashlaylar barabar. Keyingi chitimiz bu hozir unisini mana bunda sizlarni oyoqlaringizda oltin blok paydo bo'ladi. Bunga ham reset qilib, avlis aktiv qilib qo'yasizlar. Mana yurgan yo'llaringiz bo'ylik oltin. Bu bilan do'stlaringizni hayron qoldirishingiz mumkin. Yoki o'zingiz shunday o'ynab survival qilishingiz ham mumkin. Endi qayerdadir hozir mana shu yerda kirib gold blokni o'chirib diamond pastki chiziqcha blok deb yozsangiz oyog'ingizdagi oltin blok emas, diamond blok chiqadi. Mana endi yurgan yo'llaringiz diamond. O'sha diamond blokni o'chirib istagan bloklaringizni qo'ysangiz, o'sha blok sizlarning oyoqlaringiz ostida paydo bo'ladi. Command blok sindiramiz. Endi paydo bo'lmaydi. Chunki men command blokni sindirib tashladim. Endi keyingisiga o'tsak, ana keyingisida biz bu ham telefoningizni juda qotirishi mumkin. Mana nima uchun yurgan yo'llaringizda TNT'lar paydo bo'lib portlashni boshlaydi. Command blok sindirish kerak tezroq hozir juda ham portlab ketadi hamma joy. Sindir. Mana sindi. Hali ham TNT'lar portlayapti. Bu yerlarni dabdala qilib tashladi. Mayli. Bedrocklik devolga hech narsa bo'lmaydi. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisida bu sizlar xuddi mana shunday yozasizlar. Keyin yana reset qilib, avlis aktiv qilasizlar-da. Mana sizlar oyoqlaringizda gullar paydo bo'lishi bor. Gul. Faqat bir joyga turmanglar, chuqur bo'lib tushib ketishlaringiz mumkin. Ana o'zini gul bug bo'lim. Mana gullar paydo bo'ladi. Command blok sindirar ekan bu. Command blokni ham sindirib yubordik. Gul command blokni sindirdi mana. Bunaqasi. Keyingi command blokka shunday yozasizlar, bu chitga sizlarni chuqurga olib ketadi. Ya'ni oyoqlaringiz ostidagi bloklar yo'q bo'lishi boshlaydi. Bir joyga turib qo'ysangizlar, chuqurga kirib ketaverasizlar. Mana. Balanga ishlamayapti. Faqat yursangiz ishlaydi. Shunaqa challengelar olsangiz bo'ladi. Shunday survival qilsangiz bo'ladi. Hamma narsani yo'q qiladi bu. Oyoqingizlardagi hatto bedrockni ham. Keyingi chitga o'tamiz. Keyingi chitimizda buni o'chiramiz oldin. Mana shunday yozasizlar. Xuddi ana shunday qilsangizlar, avlis aktiv qilasizlar va
sizlarning yurgan yo'llaringizda olov yonadi. Biroz olov yondirib ketamiz. Mana 10 ta komand blokka chit ham tugadi. Keyingi videoda men shu videoning ikkinchi qismini olaman. Shunda sizlar kommentariyaga menga qanaqa ko'rsatishimni yozib qoldiring. Men sizlarga o'shani keyingi videoda ko'rsataman. Keyingi video 30 ta likedan keyin.